Tangritaq to'rida 10 noyabr kuni Abnum rayonluq JX tarmoqlari bexatar Şinjan barpo qilishga tirishidi nomli bir maqola e'lon qilindi. Xitoy hukumati o'tgan bir qancha yilda Şinjanda terrorlik hodisasi ko'rilib boqmadi. Kishilarning bexatarlik tuyg'usi 99% yetdi deb tashviq qilib kelgan edi. Darvaqa kishilarda 99%lik bexatarlik tuyg'usi paydo qilishning o'zi bexatar Şinjan barpo qilganlik emasmi? Shundaqkan Xitoy hukumat tarafdorlari yana nima uchun JX tarmoqlari bexatar Şinjan barpo qilishga tirishidi degan bu xabarni yana o'tirg'i chiqardi. Bu Xitoy hukumatining tashviqotlaridagi kishilarning bexatarlik tuyg'usi 99% yetdi degan laplarni yana o'zining xabarlari orqali inkor qilish emasmi? Buni zodi qanday tushunish kerak? Mazkur maqolada diqqat tortadigan yana bir nuqta shuki, yaqinqi yillardan buyon JX tarmoqlarining 1 minutdan 3 minutgacha voqea yuz bergan naq maydonga berib bo'lishdek favqulodda tez suratlik saqchi to'rni shakllantirib, xalqning bexatarlik tuyg'usini yuqori ko'targanligi. Bo'libmi asosiy qatlamda Funchal metodidagi JX tarmoqlarini kengaytganligi. Shundaqla bu xizmatlarni butunlay xalq uchun va faqat xalqqa tayinibla elib borganligini davron qilganligidir. Ma'lumki, atalmish Funchal metodi o'tgan asrning 50-60 yillarda Xitoyda yo'lga qo'yilgan sinfiy ko'rash orqali 4 xil unsurlar: aksil inqilobchilar, boy pomishklar, boy dehqonlar va nachar unsurlarni inqilobning dushmani deb qaraydigan, ularga siyosiy ideya tarbiyasi elib berib, qayta odam qilish uchun yurgizilgan tuzumdir. Xitoy hokimiyati 1950-yillarda 4 xil unsurlarni yo'qotish obyekti deb bekitgan. Ammo Zhejiang o'lkasining Funchal nahiyasida 4 xil unsurlarga zarba berishda oz qismini yo'qotib, ko'p qismini qayta tarbiyalab, yaxshi odam qilish usuli yo'lga qo'yilgan. Bu usulda atalmish 4 xil unsurlar jamiyatning nazoratini qabul qiladigan, boshqarishga bo'ysunadigan, o'zini o'zi tekshirib, tanqid qiladigan va ko'pchilik oldida xatoligini tunib, tuzatishni qabul qiladigan. Qisqasi, 4 xil unsurlarni bartaraf qilish huquqi xalqqa berilgan bir tuzumdir. Bu xil tuzum Funchal nahiyasida eng dastlab yo'lga qo'yilib, unum paydo qilganligi sababli Funchal metodi deb atalib, butun Xitoyga kengaytirilgan. Anglamoqqa Funchal metodi bir oz insonparvarlikni tashabbus qilgandek ta'sirat bersimi, ammo bu tuzum yo'l qo'yilgandan keyin atalmish 4 xil unsurlar kategoriyasiga kirgizilganlar va ularning butkul oilasi zarba berish va ziyonkashlik qilishning obyektiga aylanib qolgan. Buning bilan nurg'un begunoh kishilar og'ir ziyonkashlikka uchrab yo'qotilgan. Uyg'ur diyorini kommunist Xitoy hokimiyati idora qilishga boshlagan o'tgan asrning 50-60 yillarda chet elga bog'langan unsur, pomichikning bolasi, aksil inqilobchi, sinfiy dushman degan qalpoqlar bilan o'ttirga tortib chiqarilib, jamoat oldida atalmish xatoligini tunutqizish, tanqidlash, urib dumbalash va boshqa turli ziyonkashliklarning hammasi dal shu Funchal metodi elib kelgan qabohatlardir. Uyg'ur diyorida atalmish Funchal metodida 3 xil kuchlarni yo'qotish yo'l qo'yilgan 2013-yildan buyon Uyg'urlar yuqorqi qismatlarni qaytadan boshdan kechirib kelmoqda. 2014-yili 200 ming Xitoy ma'muriy asosiy qatlamga tushirilib, yezi kanatlardagi Uyg'urlarning uylariga ko'chib kirgan edi. Ular shu mezgillarda yerlik Uyg'urlarning shaxsiy uchurlarini arxivlashtirib, ularning ijtimoiy aloqasi, tuqqandarchilik aloqasi, diniy e'tiqod darajasi qatorliq uchurlarni kategoriyalashtirgan va cho'ng sonliq ma'lumot ombiri qurib chiqqan edi. Orqadinla maydonni oshkor ifodalash, 3 xil kuchlardan chek-chegara ajratish, ikki yuzimichilarga zarba berish qatorliq siyosiy harakatlar elib berilgan edi. Shundaqla Uyg'ur qarindoshlarga ochiq xat degan tunji bayonotdan boshlab, barliq Uyg'ur mas'ul kadrlarning o'zlarining kompartiyaga bo'lgan sadoqatini ifodalaydigan ochiq xat e'lon qilish shamili qo'zg'algan edi. Darvaqa Uyg'ur jamiyatida atalmish 3 xil kuchlar ayirib chiqarilib, butkul jamiyatning zarba berish yoki qayta tarbiyalash va programmalash obyektiga aylantirilgan edi. Xitoy hokimiyati Uyg'urlarga qarata keng ko'lamli meni yuyish harakati qo'zg'ab, 3 xil kuchlarni yo'qotish nomida ularni bir-biriga dushman ko'rsatish, bir-biriga bo'lgan ishonchini sundirish yoki Uyg'urlarni Uyg'urlar orqali tizginlash, oz kuch sarf qilib ko'p unum yaratish maqsadiga yetmoqchi bo'lgan edi. Mana bugun millionlagan Uyg'urlar qayta tarbiyalash nomidagi jazo lagerlariga qamalib, qayta tarbiyalanib, atalmish yaxshi odam bo'lishga berilgan fursatda Xitoydagi arzon emgak kuchlarga, qul ishchilarga, organ savdosining manbasiga, tibbiy tadqiqotlarning sinoq materiallariga aylantirilmoqda. Shunisi aniqki, 3 xil kuch kategoriyasiga kirgizilgan, Xitoy hokimiyatiga tahdid shakllantirdi deb qaralgan Uyg'urlarning ko'pinchisi Xitoyning yaqinqi bir qancha yillik yuqori besimliq tutqun va ta'qiblar jarayonida asosan bartaraf qilindi.
Undaqda Uyg'ur jamiyatidagi 3 xil kuch kategoriyasiga kirgizilmagan Uyg'urlarchi. Ular Xitoy uchun tahdid emasmi? Darvaqa Xitoyning hozirgi siyosiy nazariyasi bo'yicha Xitoy tushini ro'yobga chiqarishning asosi Xitoy ulusi barpo qilishdir. Xitoy ulusining bir tarkibiy qismiga aylanish deganlik Xitoydagi har qanday bir millat o'z milliy kimligidan voz kechib Xitoy bo'lishni qabul qilish demakdir. Undaqda hozirgi mavjud Uyg'urlarning hammasi o'z milliy kimligidan voz kechishga hozirmi? Bu javob berish intayin qiyin bir savol. Shunga Xitoy taratqullari Uyg'ur eldagi aholilarning bexatarlik tuyg'usi 99% ga yetdi deyish orqali qolgan 1% ga o'rin qoldirgan. Bu dal Xitoy hukumatining Uyg'ur eldagi kishilarning bexatarlik tuyg'usini 100% ga yetdi deyolmasligidagi asosiy sabablardan biri bo'lishi tabiiy. Xitoy hokimiyati uchun Funchal metodini davomli qo'llanish Uyg'urlarni umumyuzlik yo'qotishdagi eng yaxshi usuldir. Chunki bu usul uch xil kuchlarni yo'qotishda yaxshi unum hosil qilib, Xitoydagi Xinjiang metodini shakllantirgan. Demak, bu usul bilan Uyg'urlarni o'zaro bir-biriga dushman qilg'ili, Xitoyning har qanday chekdan oshgan zulmlarga ovoz chiqara olmaydigan holatga keltirgili bo'ladi. Bu razil planni tuzgan Xitoy ko'p kuch sarf qilmayla Uyg'urlarni bir taraf qilishda bosh og'riqidan qutulishni, ularga irqiy qirg'inchilik yurgizib turibmi, hech qanday jinoiy mas'uliyatni ustiga olmaslikni, qisqasi bir chalmada ikki paxtakni so'qishni o'ylaydi. Shunisi aniqki, insoniyat tarixida qora dog' qoldirgan natsizm, fashizm va militarizm tuzumlari, shundaqla bu oshqun ideyani o'ziga qibulnoma qilgan mustabid ham diktator hokimiyatlarning siyosiy qora niyatlari hech qachon amalga oshgan emas. Natsistlar Germaniyasi 2-dunyo urushi mezgilida 6 million yahudini o'ldirgan. Stalin rahbarligidagi Sovet bolsheviklar hokimiyati 1930-yillarda necha 10 million xalqni gulaglarga qamagan va yo'qotgan. Xitoy Kompartiyasining birinchi avlod rahbari Mao Zedong 1958-yildan 1960-yillargacha cho'ng sakrab ilgirlash, po'lat tavlash, kommunallashtirish qatorliq oshqun siyosiy harakatlarni qo'zg'ab, sun'iy ocharchilik orqali necha 10 million insonning o'limini keltirib chiqargan bo'lsa-mu, ammo ularning hech biri o'zlarining razil siyosiy maqsadlarini ishga oshira olmadi. Bugun Xitoy hukumatining yuqori besimliq bostirishlari tufayli Uyg'ur xalqining beshiga kelayotgan bu fojialar xalqaro jamiyat tarafidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb qaralmoqda. Mana bu shunday bir ahvolda Xitoyning qanday razil vositalarni qo'llanishidan qat'iy nazar, xalqaro jamiyatning kuchli besimiga duch keldiganligi, Uyg'ur xalqining o'z milliy kimligi va milliy mavjudligidan aslo voz kechmaydiganligi muqarrardir.